Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boruvchilar, yana bir yangi navlarimizdan birini sizlarga bugun taqdim etamiz. Hozir Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rinayotgan bo'lsa, shaftolini sorti. Hozircha sir saqlanib turibdi mana. Ko'rinishi shunaqa bo'ladi, to'rtburchak. Danagidan ajraydi, tonani juda katta beradi. Bozorda ham 30-40 minggacha sotiladigan shaftoli. Bizda buni asosan ko'chati bor. Farg'ona vodiysida 2026-yil 23-iyul sanasida bog'da uzum jarayoni ketyapti. Men sizlarga bu tomondan ko'rsatyapman. Shaftolini menga yoqqan tarafi, shaftolining ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. To'rtburchak ko'rinishida. Mana uchki qismi ichkariga qaytgan bo'ladi. Bir tupidan 80-100 kiloga yaqin usiz bo'laveradi. 6 yosh, 7 yoshli bog'dan. Hosil olish bo'yicha chempion. Rang bo'yicha ham chempion. Mana. Ko'rinayotgan bo'lsa. Shundan boq qilish tavsiya qilamiz. Juda yirik lekin. Chiroyli. Nihoyatiga chiroyli shaftoli. Hamma tipini sizlarga ko'rsatib o'taman. Qattiq pishib ketmaydi. Bemalol Rossiyaga ham, boshqa davlatlarga olib borib sotib olsalaring qulay sotib olishga. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda ko'rayotganlar bo'lsa, mana shaftoli like bosinglar, bizga podpiska bo'lib kuzatinglar. Yangiliklar to'lka shu Agrovodiy kanalidan ko'rib olaverasizlar. Mana eng go'zali bizda va boshqalarda deyim.